Uchinchi bosqich islom davlati Makka sirtida. Rasululloh Taifda. Bi'sat, ya'ni payg'ambarlik kelgan yilining 10-yili Shavvol oyida, ya'ni milodiya 619-yili 5-oyning oxirlari, 6-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Rasululloh Taifga chiqdi. Taif Makkadan 100 kilometrda keladi. Rasululloh bu yo'lni azodgardisi Zayd ibn Haris bilan billa boshdan oxiri piyoda bosdi. U yo'l ustida har bir qabila manzildan o'tsa, ularni islomga da'vat qiladi. Ammo ulardan birmu kishidan qabul qilish asri ko'rilmadi. Rasululloh bu safarining oxirgi nuqtasida Taifga yetib berib, Saqif qabilasining sobiq boshlig'i Amr ibn Umayrning o'g'illari, ya'ni Taifning hozirgi katavashlaridan Abdiyal Layl, Mas'ud va Habiblar bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashib, ularni Allohga iymon keltirishga chaqirdi. Bu chaqda ularning biri Alloh seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa, meni ko'rgin, deb qo'lidagi Ka'baning yopiq parchasini yirtib tashlabdi. Yana birisi Alloh payg'ambar qilishga sendan bo'lak odam topolmaganmidi, dedi. Uchinchisi Alloh bilan qasamki, mening senga gap qiladigan ig'zim yo'q. Agar sen rost payg'ambar bo'lsang, senga javob qaytarish men uchun xatarlik. Navoda yolg'onchi bo'lsang, mening senga gap qilib yurishimning hojati yo'q, dedi. Shuning bilan Rasululloh ular bilan suhbatni to'xtatib, o'rnidan turdi va ulardan bu ishni makkaliklardan sir tutishni o'tinib qo'yib, bu yerdan chiqib ketdi. Rasululloh Taifda 10 kundek turdi. U bu jarayonda Taifliklarning nopozliq odami deb qaralgan odamlarning hammasi bilan uchrashdi va uningga islom to'g'riliq so'zladi. Afsuski, ularning hammasi birdek yurtimizdan chiqib ket, deyishib Rasulullohga qo'pol radiya qildi. Uningga bir uchum yalangtosh aktivlarni kushkirtib qo'ydi. Rasululloh Taifdan chiqib ketmoqchi bo'luvdi. Bu yalangtosh askilar va yuzsiz qo'lcho'ra dashqonlar uning keyniga kirib olib, cho'qon silishib tillashga boshladi. Hatto texmi asabiylashib, yo'lning ikki chetiga kishilar uqib yoki uqmay yig'ilib, sap tortib turishib, udulg'a kelginni bir tarafdan tosh kesaklarni etib, eg'zidan chiqqisiz sat gaplarni qilib, Rasulullohga haqorat qildi. Ular Rasulullohning putlariga tosh do'qmoqlarni etib yerivatdi. Hatto uning kashi qonga to'ldi. Zayd ibn Haris Rasulullohga qayandan zarba kelsa, shu tarafga o'tib, o'zini qalqon qilib Rasulullohni qo'g'daydi. Hatto uningmi kalla boshlari yerilib, necha yeri etilib ketdi. Bu aqlsiz badbaxtlar davomli shunda xumsizlik qilib, Taifdan 4 kilometr yiroqlikdagi Utba va Shaybalarning beg'iga qo'g'lab keldi. Rasululloh nihoyat tasdiqda demi uzilib qolay deganda bu boqqa kirib oldi. Rasululloh Makkaliklarning egilik doirasiga kirib olgandan keyin ondan bu noahli shumpishonilar qaytib ketishdi. Rasululloh bu boqqa o'zini ilib tom tuviga kelib, bir tal soyasida alsirgan peti o'zini tashladi va tomga yo'linib o'ltirib, nafsi azroq joyiga tushuvdi, tartgan javri jafolarga ishchi qilganligini va uning ustiga birmi odam iymon etib, natija qozonolmaganligiga dili qattiq aholat tortganligini izhor qilib, mashhur duosini o'qidi. Ey Alloh, men sana o'zimning kuch-quvvatsiz, ojizligimni, amalsiz qolganligimni va xalqlar orasida xoruzor bo'lganligimni shikoyat qilaman. Ey mehribon Alloh, sen ojizlarning parvardigorisan va meningmi parvardigorimsan. Meni kimga topshirsan? Meni yiroq notunishqimi yoki mening ishimga chang selayotgan dushmangimi? Agar sening menga g'azabing bo'lmasa, hech vaqasi yo'q. Lekin sening tinch amonlik ato qilishing menga hammadan cho'ng kengchilikdir. Qorong'u zulmatlarni yo'ritgan, dunyo va oxiratning ishlarini boshqargan ulug' zoting nuri bilan menga g'azabing tegishidan yoki men sening jazolashingga uchrab qolishimdan panoh tilayman. Yomon ishlardan saqlanish, yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat sening yordaming bilan mumkindir. Ey Alloh. Bog' egilari Rasulullohning ahvolini ko'rib ichi serildi va Addas ismli bir xristian chaqirini chaqirtib, Rasulullohga bir sap uzum olib berishga buyurdi. Addas uzumni uzib kelib, Rasulullohning oldiga qo'ydi. Rasululloh uzumga bismillah deb qo'l uzatdi va ondan yeyishga boshladi. Buni anglagan Addas bu kalima so'zni bu yerning odamlari demaydi. degan edi. Rasululloh uningdan sening yurting qayer, qaysi dinga e'tiqod qilsan deb so'radi. Addas men o'zim xristianman, neyin vodin deb javob berdi. Rasululloh Salih banda Yunus ibn Mattanning yurtidan ekansan dedi. Addas Yunus ibn Mattani qandoq bilasan deb so'radi. Rasululloh u degan mening maslakdosh qarindishim bo'ladi. U mu payg'ambar bo'lgan, men mu payg'ambar deb javob berdi. Addas buni anglab Rasulullohning bo'yniga esilib, usti boshlariga so'yib ketdi. Oyog'iga yiqilib, putlarini quchoqlab, o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildirdi.
Bu chaqda Rabiyaning o'g'illari bir-biriga qarashib, "Mana qara, u chaqiringni buzib bergili qopti" deyishdi. Addas qaytib kelibdi, ular Addasga "Qo'yasini, bu nima qilganing?" deb ochiqlandi. Addas ularga tushuntirib, "Ho'jidar, yer yuzida bu odamdan ulug' kishi yo'q. U menga payg'ambardan o'zga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi" dedi. Ular Addasga "Ey Addas, u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymasin. Har qachon sening dining uning dinidan yaxshi" deb nasihat qilishdi. Rasululloh bog'dan chiqib Makkaga qarab ravon bo'ldi. U nihoyat dili sunuq, g'amkin, parishon edi. U bir chaqda Qarnul Manazil degan yerga yetib kelibdi. Alloh uningga Jibril alayhisalomni tog' muakkal farishtasi bilan Taifliklarni Axshabaynga bostirib o'tishga maslahat selishga avatdi. Imom Buxoriy voqeaning tafsilotini Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu orqali Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qildi. Oishaning Urvaga so'zlab berishicha, u Rasulullohga mundoq degan: "Ey Rasululloh, sana Uhud urushidikidanmi dishvorroq bir kun kelganmi?" Rasululloh uningga javob berib, "Men sening qavming tarafidan shundoq ig'ir kulfatlarga yo'liqqanki, uning menga nisbatan eng ig'ir bo'lgani Aqaba kundagi ish bo'ldi. Men u chaqda Abiyalayl ibn Kulalga meni himoyasiga erishib o'tingan edim. U mening iltimosimni qabul qilmadi. Shuning bilan men qattiq qayg'u-alam ichida qaysi yoqqa manganimni anqirolmay mengib ketibdiman. Bir hazodan keyin o'shimga kelsam, Qarnus Sa'olib, hozirgi Qarnul Manazilga kelib qoptiman. Beshimni ko'tarsam, bir parcha bulut ustimda menga soy tashlab turibdi. Qarasam, uningda Jibril turdi. U menga nido qilib, "Ey Muhammad, Allah sening qavmingning sana degan so'zlarini va sana qaytirgan qo'pol radiyalarini albatta angladi va sana tog' muvakkil farishtalarini musaxxar qilib avatdi. Uni o'zing xohlagan ishga buyurg'in" dedi. Shuning bilan menga tog' muvakkil farishta nido qildi va salom berib aytdiki, "Ey Muhammad, ahvol shu. Nimani xohlaysan? Makkadagi Abul Qubays tig'i bilan uning udilidagi Qayiqon tig'ini dum ko'mtiraman" dedi. "Balki men Allohdan, ularning sulbidan Allohni bir bilib ibodat qiladigan, sherik keltirmaydigan avlodlarni vujudga keltirishni umid qilaman" dedim degan. Rasulullohning bu javobida uning tangdoshsiz gigant shaxsiyati, kishi tunib yetkili bo'lmaydigan oliyjanob axloq fazilati, insonparvar aloyidligi ko'rinib turibdi. Bu chaqda Rasululloh qayta o'shiga kelgandek bo'ldi va bir oz umidvorlik cho'mdi. 7 qat osmonning ustiga kelgan bu g'aybiy yordam va madadlar bilan uning qalbi xilili taskin tepib qoldi. U Makkaga qarab yo'l oldi. Bir chaqda Vodiy Naxliga yetib kelib, u yerda bir necha kun turdi. Vodiy Naxlida iqomat qilishga aptik 2 joy. Biri cho'ng iqin bo'yi, yana biri Zima degan joy bor edi. Chunki bu 2 joyda suv va o't-cho'plar xeyli mo'l bo'lib, biz hozircha Rasulullohning bu 2 joyning qaysi birida iqomat qilganligini muayyanlashtiradigan mukammal bir tarixiy materialga erisha olmadik. Har holda Rasululloh Vodiy Naxlida iqomat qilib turgan mezgilda Alloh uningga bir qancha nafar jinni o'z qavmlariga vakolatan elchilikka avatdi. Alloh bularni Qur'onda 2 o'rinda zikr qildi. Biri sura Ahqofda: "Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar" deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgari kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitob, ya'ni Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi." Qur'oni Karim sura Ahqof 29-oyatdan 31-oyatgacha. Yana biri sura Jinda: "Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz." Qur'oni Karim sura Jin 1-oyat va 15-oyatlar. Mazkur oyatlarning mazmunidan va shuningdek mushu vaqa to'g'risidagi hadislarning mazmunidan qaraganda, payg'ambar alayhisalom
bu bir qancha nafar jinlarning uning qishiga hozir bo'lganligini uqmaganligi, uni keyin Alloh mushu oyatlar bilan xabar qilganda ondan bilganligi va ularning bu qitim hozirlik qilishi texi tunji qitim ekanligi oshkor bo'ladi. Va rivoyatlarning mazmunidan qaragandimi, bu jinlarning shuningdan keyin bir qancha qitim elchi bo'lib kelganligi ma'lum bo'ladi. Bu vaqa Alloh o'zining g'oyib qo'shinlari orqali Rasulullohga qilgan zo'r yordami va madadi hisoblanadi. Uningdan qolsa, mushu vaqani ko'radigan holda nozil bo'lgan oyatlarning davomida payg'ambar alayhissalomning bu da'vati cho'qim g'alaba qiladiganligi va hech qanday bir dushman kuchning bu da'vatning g'albisini olg'a ilgarilishini qat'iy to'sab qila olmaydiganligi haqida ishorat va bishoratlar berilgan. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa, ya'ni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmovchilar ochiq gumrohlikdadir. Qur'oni Karim sura Ahqof 32-oyat. Va biz jazman ishondikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Qur'oni Karim sura Jin 12-oyat. Mana bu g'alba va bu bishoratlar oldida Rasululloh Toifdan qo'g'lab chiqarilgandan beri uning ko'ngil osmonini qatma-qat qaplab olgan qora tumanlar asta-asta zoil bo'lishga boshladi. U ko'p ikkilangandan keyin oxiri Makkaga qaytib, islom da'vatini aslidagi yo'linish bo'yicha qayta boshlash va Allohning abadiylik elchiligini xalqi olamga yetkazish ishini yep-yangi jo'shqin ruh bilan texmi yaxshi jonlantirish qaroriga keldi. Bu chaqda uningga Zayd ibn Haris: "Ey Rasululloh, ularning qishiga qandoq kira olaysan? Ular, ya'ni Qurayshlar seni chiqarib tashlagan tursa." Dedi Rasululloh: "Ey Zayd, Alloh taolo sana mushkul ko'ringan bu ishlarga cho'qim chiqish yo'li ato qiladi. Alloh cho'qim o'z dinini g'olib qiladi va o'z payg'ambariga yordam berdi", dedi. Ondan otlanib davomli yo'l yurib, Makkaga yaqinlab kelib, Hira degan joyga tushdi va Xuzoa qabilasidan bir odamni Ahnas ibn Shurayqga o'zini panohlikka elishga o'tinib avatdi. U: "Men Qurayshlarning ittifoqdoshlar bir-biriga boshpanoh bo'la olmaydi", dedi. Uningdan keyin Rasululloh Suhayl ibn Amrning qishiq odam avatibdi. Suhayl: "Bani Amir jamoati Bani Kab jamoatiga panohlik bera olmaydi", deb javob qaytardi. Rasululloh uningdan keyin Mut'im ibn Adiga elchi avatib o'zini panohligiga elishni o'tinibdi. Mut'im qo'shildi va harbiy yaroqlarni elib, qurollanib, ahli avlod va qavmi jamoat a'zolarini hamdamda bo'lishga chaqirdi va hammanglar qurollanib Baytullohning atrofida turinglar. Men Muhammadga panohlik berdim, dedi. Ondan Rasulullohga kirgin deb odam avatdi. Shuning bilan Rasululloh Zayd ibn Haris bilan birga Makkaga kirdi. U Baytullohga yaqinlab kelganda Mut'im tugisiga minib, butun kuchi bilan to'lab: "Ey Quraysh xalqi, men Muhammadga boshpanoh bo'ldim. Hech kim uningga chiqilmasin", deb e'lon qildi. Rasululloh Baytullohning bo'sog'itimi Rukniga yetib berib, uni bo'sa qildi va 2 rakat namoz o'qigandan keyin uyiga qaytib keldi. Mut'im ibn Adi va uning avlodlari Rasulullohning atrofini qurolli qo'rshab, hatto uyiga qadar billa olib qo'ydi. Aytishlariga qaraganda Abu Jahl Mut'im ibn Adidan: "Sen uni qo'llag'uchimi, ya'ni musulmon bo'ldingmi yoki boshpanoh bo'ldingmi?" deb so'ragan. Mut'im: "Boshpanoh bo'ldim", degan. Shuning bilan Abu Jahl: "Sening boshpanohligingga hurmat qilamiz", deb jimib qolgan. Rasululloh Mut'im ibn Adining bu yaxshiligining tuzini saqlagan. Shunga u Badrda asir elinganlar haqida: "Agar Mut'im ibn Adi hayot bo'lib, bu sesiqlar haqida menga gap qilgan bo'lsa edi, bularni ashuning yuzasidan bo'lsa-mu, albatta qo'yib o'tdim", degan. Da'vatni qabila va shaxslarga kengaytirish. Bi'satning 10-yili Zulqa'da oyida, ya'ni milodiya 619-yili 6-oyning oxiri 7-oyning boshlarida Rasululloh islom da'vatini yangi boshdan qayta jonlantirish va uni qabilalar va shaxslarga kengaytirish maqsadida Makkaga qaytib keldi. Haj mavsumi yaqinlab kelgan bo'lg'achqa, kishilar maxsus parvish qilib urg'iladigan to'gillarga minishib, taraf-tarafdan haj farzini ado qilish va o'zlariga foydali ishlarga qatnashish va belgilik kunlarda Allohga zikr aytish uchun to'p-to'p bo'lib Makkaga keladi. Shunga Rasululloh bu fursatni ching tutib, har qaysi qabila hojilari tushgan o'tanglarga birma-bir berib, Bi'satning 4-yilidan keyingi odati bo'yicha
ularga islom dinini to'g'ri qilib tunishtirmoqchi va da'vat doirasini kengaytmoqchi bo'ldi. Islom dini tunishtirilgan qabilalar. Zuhri mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom birma-bir berib islomga da'vat qilgan va o'zini qo'llab-quvvatlashni o'tingan qabilalardan bizning o'qishimizcha Bani Amir ibn Sa'sa'a, Muharib ibn Xasfa, Bani Fazara, G'asson, Murra, Hanifa, Sulaym, Abbas, Bani Nasr, Bani Bakka, Kinda, Kalb, Haris ibn Ka'b, Uzra va Hazarima qatorliqlar bor bo'lib, ulardan birmi odam da'vatni qabul qilmagan. Zuhri tilga olgan yuqorqi qabilalarga islom da'vatining to'g'ri qilinishi 1 yil yoki 1 haj mavsumida elib berilgan bo'lmasdan, balki Be'satning 4-yilidan boshlab hijratning oldingi haj mavsumiga qadar bo'lgan oraliqdagi mezgillarda to'g'ri qilingan. Ma'lum bir qabilaga islom da'vati paloni yili yetkazilgan deb muayyan 1 yilni muqimlashtirish to'g'ri emas. Bu yerda yana Allama Mansur Furi Be'satning 10-yili haj mavsumida islom da'vati yetkazilgan deb bir qancha qabilaning ismligini muqimlashtirdi. Ibn Ishaq shu qabilalarga elib berilgan da'vatning ahvoli va ularning javobini zikr qildi. Tövendeki uning qisqartilmasidir. 1. Banu Ka'b qabilasi. Payg'ambar alayhisalom ularning ichidan Bani Abdullah deb atiladigan bir jamoat kishilarning tushgan o'tiniga kelib, ularni islomga da'vat qildi va ulardan o'zini himoya qilishni o'tindi. Hatto Rasululloh ularga: "Ey Bani Abdullah jamoati, Alloh sizlarning otanglarning nomini bir chiroyli nomda qildi" deb ularning hissiyotini urg'utgan bo'lsa-mu, ular Rasulullohning bu da'vatini qabul qilmadi. 2. Banu Hanifa qabilasi. Rasululloh bu qabila tushgan manzilga berib, ularni Alloh tarafiga chaqirgan va ulardan o'zini qo'llashni o'tilgan. Ular Rasulullohning bu taklifini shundoq rad qilganki, hech qanday bir arab bularda qo'pol rad qilgan emas edi. Rasululloh yana Amir ibn Sa'sa jamoati tushgan manzilga kelib, ularni Allohga chaqirdi va o'zini himoya qilishni o'tingan edi. Buhayr ibn Firas degan shu qabiladan bir kishi chiqib, Alloh bilan qasamki, agar men bu yigitni Qurayshlardan himoyaga oladigan bo'lsam, arablar meni yavitidi, dedi. Ondan u yana aytib baqa, agar biz sana mushu ishga bay'at bersak, ondan Alloh seni muxolif kuchlar ustidan g'olib qilsa, sendan qolganda huquq bizning bo'lamdi yo'q, dedi. Rasululloh: huquq mansab Allohning iligida. Uni Alloh o'zi xohlagancha o'rinlashtirdi, deb javob berdi. Elqi kishi: biz seni deb o'zimizni arablarning huquqini nishon qilamiz. Ondan Alloh seni g'olib qilsa, uning samarasi boshqalarga mansub bo'ladi. Shundaqmi? To'limi qamlashmagan ish. Bizning bu ishingga hojatimiz yo'q, deyishib Rasulullohning da'vatidan yuz o'rishdi. Banu Amir jamoati haj faoliyatlarini ado qilib, yurtga qaytgandan keyin qiyrilik ahvoli bilan haj mavsumiga qatnasholmagan bir mo'ysbit kishiga mavsum mezgilida ko'rganlarini so'zlab berdi. Ular halqi mo'ysbitga: "Qishimizga Qurayshlarning Bani Abdul Muttalib jamoatidan bir yigit kelibdi. U o'zini payg'ambar deyapti. U bizni uning bilan bir taraf turib, uni qo'g'dashga va uni yurtimizga elib chiqib ketishga da'vat qildi", deyishibdi. Halqi mo'ysbit: "Ya Alloh", deb kallasini tutdi. Ondan ularga: "Ey Bani Amir xalqi, bu nima degan cho'ng bexaslik? Endi bu ziyonning o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lamdi. Azbiroy Xudo, Ismoil avlodlari mundoq cho'ng ishda yolg'on aytmaydi. Uning degani barhaq rost edi. Sizlarning aqlinglar nega ketgandi?" deb qo'ydi. Makkaliklarning g'ayridan musulmon bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalom islom da'vatini har qaysi qabila va oymoq o'maklariga tashviq qilib ko'rganiga o'xshash xususiy arboblar va oyim shaxslarga mu yetkazib tunishtirib ko'rdi. Ularning ba'zilaridan chiroyli javoblarga erishdi va ba'zilari mushu mavsumdan ozroqdan keyin musulmon bo'lib keldi. Tövanda ularning qisqacha ahvoli tunishtirildi. 1. Suvayd ibn Samit. U Yasrab, ya'ni Madinalik yetishgan shoir edi. Uning yuraklik jasorati, she'riyatdagi talanti, el orasidagi nupuzi va hasab nasab jihatdagi o'rnini deb el jamoat uni komil, ya'ni yetishgan kishi deb atashgan edi. U Makkaga haj qilg'ilimi yoki umr qilg'ilimi kelganda Rasululloh uning bilan uchrashib, uni islomga da'vat qilgan edi. U Rasulullohga mundoq dedi: "Sening da'vat qilgan ehtimol mendikiga o'xshash ish bo'lsa kerak." Rasululloh: "Sendiki nima ish u?" dedi. Suvayd: "Luqmonning hikmati", deb javob berdi. Rasululloh: "Menga aytib bergin", dedi. Suvayd Rasulullohga biladiganlarini aytib berdi. Rasululloh buni anglagandan keyin: "Bu mu yaxshi kalom ekan. Mendikisi buningdan mu yaxshi ham afzal. U Alloh menga nozil qilgan nur, hidoyat, nurliq kitobdir", dedi.
va uningga Qur'oni Karimdan muyassar bo'lgan miqdorda tilovat qilib berib, uni musulmon bo'lishga da'vat qilib edi. U shu an musulmon bo'ldi va bu haqiqatanmi laziz, shirin kalom ekan, dedi. Keyin u Madinaga qaytib berib, uzoq o'tmay Buas urushiga yam bo'lib ketdi. Uning musulmon bo'lgan vaqti Bi'satning 11-yilining boshlariga to'g'ri keladi. Buas urushi Madinada o'ltirishliq Avis va Xazrajdan iborat ikki qabila o'rtasidagi nihoyat uzoq cho'zilgan qabila urushi edi. İyas ibn Ma'az. U mo Yasriblik navqiron yigit edi. U Avis haj umiki bilan billa Xazrajlarga qarshi Qurayshlar bilan ittifoq tuzish uchun Makkaga kelgan. Bu Bi'satning 11-yilining boshlarida Buas urushi portlashning sal oldidagi ish bo'lib, bu chaqda Yasribda Avis va Xazrajdan iborat ikki qabila o'rtasida adovat o'tlari yamrayotdi. Avis qabilasi son jihatda Xazraj qabilasidan xeyli oz edi. Payg'ambar alayhisalom bularning Makkaga yetib kelganligidan xabar topgandan keyin ularning tushgan yeriga berib, ular bilan ahvollashdi va ular bilan mungdishib, sizlar maqsad qilib kelgan yilq planinglardanmi yaxshiroq bir ishga rag'bat qilamsizlar, dedi. Ular nima ish u deb so'radi. Rasululloh: "Men Allohning payg'ambari. U meni bandalarning Allohga ibodat qilishiga, Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka da'vat qilish uchun avatdi va menga kitob nozil qildi. Ondan ularga Qur'oni Karimdan tilovat qilib berdi." Bu chaqda Iyas ibn Ma'az: "Ey qavmim, Alloh bilan qasamki, mana bu sizlar planlab kelgan ishdan cho'qim yaxshi ekan," degan edi. Abul Haysar, ya'ni to'liq ismi Anas ibn Rafi'a bo'lib, o'mak a'zolaridan biri edi. O'ltirgan yeridan bir siqim shig'il to'pini elibla Iyasning yuziga chashdi va "Bizdan yiroq ket, azbiroy xudo, biz boshqa ish uchun keldik," dedi. Shuning bilan Iyasmo jimib qoldi. Rasululloh o'rnidan turib ketib qoldi. Keyin ular Qurayshlar bilan ittifoq tuzishga kelisholmay qaytib ketdi. Ular Yasribga qaytib, uzoq o'tmay Iyas o'lib ketdi. U o'lar vaqtida "La ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanallohi valhamdulillah, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Alloh hammadan ulug'dir, Alloh pok munazzahdir. Barliq hamd sana Allohga xosdir," deb tahlil va takbir aytgan ekan. Shunga Madina xalqi Iyasning musulmon holati o'lganligiga shak qilmaydi. 3. Abu Zar G'ifari. Abu Zar Madina atrofiga joylashgan aholilarning biri bo'lgan G'ifar qabilasidir. U payg'ambar alayhisalom to'g'risida xabarni Suvayd ibn Samit va Iyas ibn Ma'azlar orqali anglagan va mushu xabar uning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Abu Zar mundoq degan: "Men G'ifar qabilasidan odatdagi bir kishi edim. Bizga Makkada bir odam o'zini payg'ambar deb chiqibdi degan xabar anglandi. Shunga men qarindishimga, "Jur, sen bu odamning qishig'i berib, o'z ig'izing bilan so'zlashib, menga uning xabarini elib kelgin," dedim. Shuning bilan qarindishim yurib ketdi. U Makkaga berib Rasululloh bilan uchrashibdi. Ondan u qaytib ketdi. Men uningdan "Ahvol qandoq?" deb so'rasam, u "Azbiroy xudo, men faqat yaxshi ishlarga buyuradigan, yomon ishlardan to'sadigan bir odamni ko'rdim xolos," deb to'mtoqli javob berdi. Shunga men uningga "Sen menga qanoatlanarlik javob elib kelmabsan," deb qo'yib, bir to'lim ozuqliq va bir tal has tayoq elib Makkaga qarab yo'lga chiqdim. 10 necha kunlik safarni yolg'iz besib, oxiri Makkaga yetib keldim. Ammo men Rasulullohni tonimaydim. Biror kishidan so'rashni afsus ko'rdim. Shunga men ussam Zamzam suyidan ichib, masjidda o'ltirdim. Shu asnoda qishimga Ali ibn Abu Talib kelib, "O'zingiz musofir o'xshamamsiz?" deb so'radi. Men "Ha, musofirman," dedim. U "Uyga borayli," dedi. Shuning bilan men uningga agishib uyga bordim. U mu gap so'ramadi, menmi uningdan gap so'ramadim yoki o'zimni tanishtirmadim. Atisi atigan Rasulullohni bir uqay degan umidda masjidga keldim. Ammo uni menga tanishtirib qo'ydigan kim bor deysiz? Abu Zar mundoq deydi: "Bu kunmo kech kirib ketdi. Ali yana qishimga o'tib ketib, janobingiz teqchi bordigan yerini topolmaganmikin?" deb so'radi. Men "Yo'q, teqchi topolmadim," dedim. U meni uyga elib ketdi. U mundoq deydi: "Ali ketib, sen nima odam? Bu yerga nima ish bilan kelgan?" deb so'radi. Men uningga "Agar sir tutsang aytib beraman," dedim. Ali "Cho'qim sir tutaman," dedi. Shuning bilan men uningga "Bizga mushu yerdan bir kishi payg'ambarlik da'vasi qilib chiqibdi" degan xabar anglaydi. Men uning bilan so'zlashib kelish uchun bir qarinishini avatgan edim. U Makkaga kelib qaytib beribdi, lekin qanoatlanarlik javob elib bormabdi. Shunga men o'zim bevosita berib ko'rishib kelay deb keldim, dedim. Ali menga "Siz haqiqatan to'g'ri ish qilibsiz.
Men hozir shuning qishig'iga ketib boraman. Menga agishib mening. Navoda men ehtiyot qilishga tegishlik biror odamni ko'rsam, kashimni o'ngshigan bo'lib, tam tuviga o'tib turaman. Siz o'tib ketavering, dedi. Shuning bilan u oldinroq, men keyinroq mangdik. Bir chaqdan keyin Rasululloh bar manzilga kirdik. Men Rasulullohga menga islomni tunishtirgin, dedim. Rasululloh menga islomni tunishtirdi. Men shu yerda musulmon bo'ldim. Rasululloh menga: "Ey Abu Zar, sen bu ishni sir tutib, yurtingga qaytqin. Bizning zuhur, ya'ni oshkorlanish qilgan xabarimizni anglasang, ondan kelgin", dedi. Men seni haq din bilan avatgan Allohga qasamki, men bu dinni ularning hammasi bor yerda jakarlayman, dedim. Shuning bilan men masjidga keldim. Qurayshlar hammasi yig'ilib parang'i tushgan ekan. Men ularning so'riniga berib: "Ey Quraysh xalqi, men ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu, ya'ni bir Allohdan boshqa ma'bud yo'q, deb guvohlik beraman. Va Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari va Allohning bandisi deb guvohlik beraman", deb to'g'ladim. Ular birdak: "Turinglar, bu murtadni uringlar", deb cho'qon ko'tarishdi va hammasi yomishib meni o'lgidek urdi. Bir chaqda Abbos kelib meni ostiga besib yetib oldi va ularga qoyib: "Voy sizlarga, g'afarlik bir odamni o'ltirmoqchimisizlar? Sizlarning tijorat bozoringlar va o'tish yo'linglar g'afar tursa", dedi. Shuning bilan ular meni urishdan to'xtadi. Ertasi tong etdi, masjidga yana bordim va oldingi kuni deganlarimni yana dedim. Ular yana: "Uringlar, bu murtadning adabini beringlar", deb varqirashdi. Shuning bilan menga oldingi kuniga o'xshash tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi va bir hazodan keyin yana Abbos kelib o'zini ustimga tashlab, oldingi kuni deganlarini takrorlab, ularni haydavatdi. 4. Tufayl ibn Amri Davsi. U butun arablarga tunishliq katta arbob, talantli shoir, Davs qabilasining qabila boshlig'i edi. Yamanning atrofiga joylashgan bu qabilaning xalifalik yoki yarim xalifalik o'rni bor edi. Tufayl Makkaga Bi'satning 11-yili keldi. U Makkaga yetib kelganda Makkaliklar uning oldiga chiqib, nihoyat qizg'in qarshi oldi va uning qadam tashrif qilganligi uchun oliy ehtirom bildirishdi va uningga mundoq deyishdi: "Ey Tufayl, siz bu yerga qadam tashrif qildingiz. Aramizdan chiqqan bu odam bizga nurg'un avorchilik keltirdi. Bal jamoatimiz orasiga tafriqchilik soldi. Ishlarimizga putlikashang bo'ldi. Uning so'zlari sehrning o'zi. Ota bola, aka-uka va er-xotinlarning o'ttirisiga so'g'uqchilik soladi. Biz sana va sening qavmingga bizning beshimizga kelgan kelmishlarning kelib chiqishidan ansiraymiz. Shunga sen uningga gap qilg'uchi bo'lmag'aysan va uning gapiga quloq solmag'aysan", deyishdi. Tufayl mundoq deydi: "Alloh bilan qasam qilamanki, ular menga so'zlab berib, oxir men uning gapiga quloq solmaslik va o'zimmi uningga gap qilmaslik qaroriga keldim. Hatto men uning gapini tasoddifiy anglab qolmaslik uchun masjidga borganda qo'liqimga paxta lata kelib oldi." U mundoq deydi: "Men shundoq qilib bir kuni atigan masjidga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda Ka'baning oldida o'ri turib namoz o'qiyotgan ekan. Men bir besib, ikki besib uningga yaqin yerga berib turib qoldim. Oxiri Alloh menga uning ba'zi gaplarini anglatmay qo'ymadi. Tanishsam, qo'lqimga ajoyib mo'ngluq, ajoyib ta'sirli so'zlar kiryotdi. Shunga men ko'nglimda: voy seni onasidan qog'ish olgan, azbiroyi xudo, men degan bir aql egisi, she'riyatdan xabarim bor odam tursam, yaxshi bilan yomonni farq etolmamdim. Bu odamning so'zini anglab boqqanning nemisi yomon? Yaxshi gap qilsa qabul qilarman, yomon gap qilsa o'zbet qolmamdi", dedim va saqlab turib u qaytganda agishib mangdim. Hatto bir chog'da u bir uyga kirdi, menmu kirdim va uningga kelish jarayonimni va kishilarning meni uningdan qo'rqitganini, hatto qulqimga paxta kaplab etib olganligimni, yana shundoqdimi uning ba'zi gaplarini anglab qolganligimni aytib berdim va uningga sen tashabbus qilayotgan halqa ishingni menga tunishtirib boqqin, dedim. Shuning bilan Rasululloh menga islomni tunishtirdi va menga Qur'on Karimdan tilovat qilib berdi. Shunga men Alloh bilan qasam qila olaymanki, men uningdan huzurliq va uningdan odil ham qanoatlanlik bir ishni anglab boqqan emas. Shuning bilan men shu an musulmon bo'ldim va shahodat aytib guvohlik berdim va uningga: "Ey Rasululloh, men xalqim ishida inovatlik odamman. Men qaytib ularni islomga da'vat qilay deyman. Shunga Allohga duo qilsang, menga biror mo'jiza ato qilsa", dedim. Rasululloh menga duo qildi. Alloh Tufaylga ato qilgan mo'jiza shu bo'ldiki, u mahallasiga yaqinlab borganda uning yuzida go'yo chiroq nurdek bir xil o'tkir nur paydo bo'lib qoldi. Shuning bilan u: "Ey Alloh, u mo'jizani yuzimning g'ayrida qilsang. Ular bu tabdil surat, ya'ni
bu tashqi qiyofatning o'zgarib ketishi deyishidan qo'rqaman, deb duo qilgan edi. Shu an Hilqi Nur uning qo'lidagi qamchisiga yo'tkilib ketdi. Tufayl berib otasini va ayolini islomga da'vat qildi. Ular musulmon bo'ldi, ammo uning qavmi uning bilan taqirishib islomni darhol qabul qilmadi. Lekin u ular bilan davomli qaplashib yurib, oxiri Xandak g'azitidan keyinla 70 yoki 80 uylik musulmonni boshlab Madinaga hijrat qilib bordi. Tufayl islom uchun qattiq sinoqlardan o'tdi va Yamama urushida mardlarcha shahid bo'ldi. 5. Zimadil Azdi. U Yamanning Azdi Shanua qabilasidan bo'lib, jin chaplashganlarga duo o'qiydigan odam edi. U Makka ga kelib mushriklardan Muhammad Majnun, Muhammad Sarang degan gaplarni angladi va ko'nglida bu odamning qishig'i berib bir duo o'qib ko'ray. Alloh uningga mening qo'limda shifolik ato qilibsa ajab emas deb o'yladi-da, payg'ambar alayhisalom bilan aloyitan ko'rishib, "Ey Muhammad, men jin so'qish kesiliga duo o'qiyman. Sening bu duoyimga rag'bating bormi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Barliq hamd sana Allohga xosdir. Biz Allohga hamd sana aytamiz. Allohdan madad, yordam tilaymiz. Kimiki Alloh hidoyat qilsa, uni ozdiruvchi bo'lmaydi va kimiki Alloh ozdirvasa, uningga hidoyat ato qiluvchi bo'lmaydi. Guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh yakki yeganidir. Sheriki yo'qdir va guvohlik beramanki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir. Amma ba'd" dedi. Buni anglab sukutga cho'mgan Zimat bu so'zlarni menga qayta bir aytib bergin, dedi. Rasululloh uningga yiliq kalima shariflarni qayta 3 martaba aytib berdi. Shuning bilan u, "Men chiroqchi kohinlarning, sohir jodugarlarning va shoir so'zmanlarning so'zlarini anglaganman. Lekin sening bu so'zlaringdek shirin, yaxshi kalomni anglab boqmabdikanman. Bu so'zlaring ko'nglimning to'ridan o'rin oldi. Qo'lingni akelgin, sana islomga bay'at beraman", dedi-da, qo'lini sunibla Rasulullohga islom uchun bay'at qildi. Yasrab aholisidan 6 pokjon. Bi'satning 11-yili, ya'ni milodiya 620-yili haj mavsumida islom davlati nihoyat yaxshi bir esil urug'lar bilan uchrashdi. Bu urug'lar tezla bekbaraqsan meyvelik daraxtga aylanib, musulmonlar bu daraxtning soyasida necha yil davomlashgan zulm sitam va ezilishlarning lavuldab turgan yalqinlarning zaharlik daftidan o'zini daldiga oladi. Shu mezgillarda Makkaliklarning Rasulullohni yolg'onga chiqarish va Allohning yo'lidan to'sish qatorliq ziyonkashliklariga qarta Rasulullohning qo'llangan dona tadbirlaridan biri u mushriklar bilib qolsa, to'salg'i bo'lmasin uchun da'vat qilmoqchi bo'lgan qabilalar tushgan manzilga tun qorong'usida chiqadi. U bir kechasi tun nisbi bo'lganda Abu Bakri va Ali ikkalan bilan shu maqsadda Zuhayl va Shaybon ibn Su'laba qabilalarining bargohlariga bordi va ular bilan islom to'g'riliq so'zlashdi. Va Abu Bakr bilan Zahal qabilasidan bir odam o'ttirsida qizg'in ijobiy savol-javoblar elib berildi. Banu Shaybon qabilasidan kelganlar kishini umidvor qiladigan javoblarni bergan bo'lsa-mu, lekin ular islomni qabul qilishdan hozircha to'xtab turadiganligini aytdi. Ondan Rasululloh Mina tig'i davonini bo'ylab mangdi va shu atrofda bir nechaylarning gudung-gudung ovozini angladi. Burilibla shularning qishig'i bordi. Ular Yasrab yoshlaridan Asad ibn Zura'a, Bani Najjar jamoatidan, Avn ibn Haris, Bani Najjar jamoatidan, Rafiya ibn Malik ibn Ajlan, Bani Zurayq qabilasidan, Qutba ibn Amir ibn Hadid, Bani Salima jamoatidan, Uqba ibn Amir ibn Nabi, Bani Haram ibn Ka'b jamoatidan, Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab, Ondan kelganlikning birdan bir alomati shuki, ular ittifoqdoshi bo'lgan Madina yahudiylardan pat yaqinda oxir zamon payg'ambari Zuhur, ya'ni maydonga kelib chiqdi. Biz uningga dastlab qilib agishib, uning rahbarligida sizlarni Ad Iram qavmlarini o'ltirgandek o'ltiramiz deganlarni anglab qoladi. Bu qitim payg'ambar alayhisalom ularning qishig'i berib, "Sizlar kimlar?" deb so'radi. Ular "Biz Xazraj qabilasidan" deb javob berishdi. Rasululloh yahudiylarning emildoshlari, ya'ni ittifoqdoshlari deb qo'shib qo'ydi. Ular "Ha, shundoq" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom "O'ltirmamsizlar, sizlarga gap qilay" dedi. Ular "Bo'ladi" deyishib o'ltirishdi. Shuning bilan Rasululloh ularga islomning mohiyatini sharhladi va o'zining da'vat nishonini o'ttirib qo'yib, ularni Alloh tarafga chaqirdi va Qur'oni Karimdan tilovat qilib berdi. Shu on ular bir-biriga "Bilamsizlar, ey qavmdoshlar, Alloh bilan qasamki, bu cho'qim yahudiylar bizga tahdid solgan payg'ambar shu.
Şuna ular bu payg'ambar bilan bizdan burun uchrashib olmaslik kerak deyishdi va uning da'vatiga tezla ovoz qo'shib, o'zlarining musulmon bo'lish rag'bati borligini bildirdi. Ular Yasrabning Yiroqni ko'rar oqillaridan bo'lib, amdila oyoqlashgan, ammo yanada yamrash ehtimol bo'lgan ichki urush o'ti Yasrab xalqini qattiq jo'ditayotgan bo'lg'achqa, ular Rasulullohning bu da'vatining urushning taltukus oxirlashining sababi bo'lib qolishini umid qilishdi. Shunga ular Rasulullohga: "Ey Rasululloh, biz hozir xalqimizni tashlab bu yerga keldik. Ularning orasida o'ch adovat va yomonliklar hech qanday bir qavm orasida bo'lmas. Umidki Allah sening sababing bilan ularni birlashtirsa ajab emas. Biz qaytib ularni bu ishga da'vat qilamiz va biz qabul qilgan bu dinni ularga tunishtiramiz. Agar Allah ularni sen orqali birlashtirsa, u chaqda sendan aziz odam bo'lmaydi", dedi. Ular Madinaga qaytib borgandan keyin Madinada islom da'vatini yetkazdi. Natijada Madina tavasida Ansar oilalarining hammasida Rasulullohning gapidan boshqa gap bo'lmaydigan bo'ldi. Rasulullohning Oishaga o'yinlishi haqida qo'shimcha izohat. Mushu yili, ya'ni Bi'satning 11-yili Shavvol oyida Rasululloh Oisha Siddiq radhiyallohu anhaga uylandi. Oisha bu chaqda 6 yoshga kirgan edi va uning bilan Hijriyaning 1-yili Shavvol oyida bir takida bosh qo'ydi. U bu chaqda 9 yoshga to'shgan edi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini oqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun